ertalabki shoshqaloqlarga va band yugurchilarga Pure Milky. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kayfiyatlar qalay? Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun havo o'zgacha. O'zingizlar ko'ryapsizlar, yomg'ir yog'yapti. Lekin bunaqa havo ham bizani sizlar uchun nerealniy, masshtabniy videolar olishimizga xalaqit bera olmaydi. Sizlarni ko'p kuttirib o'tirmayman, chunki bugungi videomizda har bir daqiqani o'zi juda ham muhim. Bugungi videoda ishtirok etadigan jamoalarni taklif qilaman. Demak, bugungi videoda ishtirok etadigan birinchi jamoa, agar ko'rishga tayyor bo'lsanglar, O'zbekistonning oldi borlari, eng chiroyli borlari bu albatta YouTuberlar jamoasi. Guys, goddamn! That's talking English, bro. Goddamn, bro. Bizda birinchi jamoa bu YouTuberlar jamoasi. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, brat. Judasizlar bugun. Naverno. Naverno. Kuttirib o'tirmayman. Sirazi biza ikkinchi jamoani taklif qilamiz. Ikkinchi jamoa Toshkentning chiroyli qizlari. Qizlar jamoasi. Let's go. Sizlarda kayfiyatlar qalay? Zo'r. Bugun qizlar yutadimi? Bugun qizlar yutadi. Chunki qizlar namnon aqlliroq. Sizlarga omad, yutsanglar bo'ladi. Yomg'ir sizlarga hech qanaqa xalaqit berish kerak emas bugun. Bizning jamoamizning nomi bor. Qanaqa? 67. Mashalloh. Va bizda o'rtoqlar raqobat his qilmaydigan, 90% videomizda g'alaba qozonadigan o'zini bolalar Vaynerlar jamoasi. Shahrusiy aura. Men qizlarga o'tdim. Qizlarni ustidan kulmanglar, iltimos. Men sizlarga endi bugungi videoni qisqacha tushuntirib beraman. Shohruz, chalg'imang. O'zi omadsizlikka o'tdi. O'zi. Eshtinglar. Bugun Toshkent bo'ylab quest bo'ladi. Har bir jamoani o'zini boradigan, Yana ham intrigu ishi gapiring. albatta. Har bir jamoani o'zini boradigan 3 ta lokatsiyasi va 3 ta challenge bor. Birinchi muhim qoida: har bir jamoadagi har bir ishtirokchi bittadan challenge-ni bajarishi mumkin. Misol uchun, Vaynerlar jamoasi birinchi lokatsiyaga bordinglar, azim siz shartni bajarsangiz, keyingi challenge-ni siz bajarishingiz mumkin emas. Bu degani qaysi ishtirokchi qaysi challenge-ni bajarishini kelishib olishinglar juda ham muhim bo'ladi. Eng muhim joyi nimadan iborat? Qaysi jamoa birinchi bo'lib oxirgi lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Let's go. Pulni ko'rmay baqirmanglar. qaysi jamoa birinchi bo'lib lokatsiyaga keladigan bo'lsa, o'sha jamoa 10 million so'm yutib oladi. Let's go! Bolalar 10 million so'm qizlar, YouTuberlar o'ylaymanki sizlarga motivatsiya bo'la oladi bu. Qo'l bo'lmasin hozir sizlarning pulinglar. Yo'qmi? Mana. Sizlarning pulinglarni bizga qarab murojaat qilaverasan. Dudoshniki emas, 100%. Xudo haqqi dudosh yetmaydi bugun. Xudo haqqi. Men shu gapingga javob berasan, mamodi yetib ketsan, bilasan. Xudo haqqi yetmaysan. Kimda hozir qanaqa savollar bor? Ikki вопрос bor. Savollar yo'q. Javoblar bor. Qizlarga javob. Birinchi o'rinda men sizlarni bugungi kundagi manzillarni boshlaydigan konvertlarni berib chiqaman. Qizlar, bu sizlarga YouTuberlar, Vaynerlar. Hamma tayyor? 3, 2, 1 o'yin boshlandi. Давайте, go. Jim. Tixo. Давай. Shoshamiz do'stim. Quyosh tig'idan yaltirar moviy olam, to'lqinlar chorlaydi, eshitiladi shodon nola. Manako bag'rida suv bilan yashirin sinov, cho'milib topib yo'ling ol. Manako, ketdik. Anhor bog' bag'rida tezlikka to'la makon motorlar soplangan. Ketdi Anhorga boraylik. Yo'lda chuv olamiz. Ay belim! Meni tark etma, Ozoda. Bizaniki osmon sari cho'zilgan quvnoq bir maskan. Bolalar kulgusi jaranglaydi har on. Toshkent City Mall ichra yashirin bir park. Yo'l oling tezroq, qitoqda sizroq ketdi. Toshkent City. Toshkent City'da nima? Tepasida, Toshkent City'da park bor-ku, kстати. To'xtanglar, Zarina, идём.
Pognaly, mana. Qatta mashina, qatta. Mashina güzel. Mashina bila qayerda edi? Ana unda qo'yib qo'ydim. Broadway? Podzemka, unda chiqishimiz bor-ku naryoqda. Ketdik, bыстрее. Monaco kimdir bugun cho'milishi kerak. Men o'ylayman Ahror Alijonov bugun to'china cho'miladi. Bila, ikkinchi shartni qayerda olamiz? O'shadanmi? Shu yerdan keluvdingmi? Yo'q. Voy! Ketdik. Ketdik. Qayerdan keluvding? Bilin, urush yutqazamiz. Yur, bu tezlash. Anhor bog' bag'rida tezlikka to'la makon. Motorlar shovqinidan titraydi har tomon. Burilishlar ortida kutadi sizni sinov. Karting tomon yo'l oling. Boshlansin ilk dov. Ishtonam shu ketyapti, tez yugursan. Anchadan beri unaqa tez yugurmadim. Ketdi, Kaja! Что-то мне неудобнее вот туда ебериш. Azimcha, agar Shu yutib gapga yutishimiz kerak, ketsak, yutamiz. Biz yutib ketsak, azimcha. Shunaqa minus avro bo'ladi. Bizning operatorimiz ham mashinasi bor. Ani o'zgan qo'yib yuboring, chiroyli yurib beramiz modelni. Ket. Gullar, romantika, chiroyli restoran tamadigi. Kamini 6 утра. Kim qatnashadi Anhorlashmoqda? Jeko qaydasin? Menimcha oson bo'lsa kerak birinchisi. Xullas o'rtoqlar, birinchi shartimiz Anhorlashmoqdan bilishim bo'yicha, kartingda kim yaxshi haydaydi? Jekoda. Bizda Jeko haydaydi yaxshi. Shuning uchun karting shartini Jekoga topshiramiz. Xudo xolisa akam inshaalloh. Oldin bir yil rostdan kardingmi? Karting yozib qo'ygan-ku, karting tomon yo'l oling. Boshlansin ilk dov. Chajitib yozib bergan bu. Ha, men o'tiryapti mashinaga qizlar. Endi o'tiradi. Yutqizdi bular. Gullar, romantika, chiroyli restoran tamadigi. Mashinani ocharinglar. Ocharinglar mashinani. Nimaga shuncha lazim o'verin? Nimasiga? Agar qizlik uchun xohlasanglar, albatta like, podpiska va kommentariy teksana. Bo'ldi, endi biz zavtr qilamiz. Zavtrga mana shunaqa sirok yeymanman. Men yogurt ichaman, bananli. Вообще zo'r. Как раз завтра qilmagandik. Ha, bo'ldi, hamma ketib bo'ldi. Biz endi boshlaymiz, jigarlar. O'zbekda bitta maqol bor edi, yurganniki emas, buyurganniki. Jigarlar shoshilmayapsizlar, lekin 10 million so'm kerak emasmi? 10 million so'm yo'q qildi-yu. Bitta anekdot. Anekdot latifami? Bir kuni В пиве мало витаминов, поэтому его Voy, men bilardim-da shunaqa qilishini. Ovqatlanib olamiz ham bolalar. Voy, ovqatlanib olish shart emas, Doniyor aka. Bizda ajoyib bo'lgan Pure Milk yogurtlari bor. Yogurtdan ber. Ovqat shart emas, Jeko. Oka banana visi bor. Banani xolasi siroklari bor mana. Shuni ochaman mana, shuni ochaman. Lekin men shu Pure Milkni anaqa mahsulotlariga besh ketdim borim. Nega? Tabiiy, hamma narsasi. O'zimizda ishlab chiqariladi hammasi yana. Pure Milk eng zo'r tanlov. Masalan, nimadir noqulay vaziyat bo'ladi, Jeko. Men ilonlarning ichiga tushish, nimadir bo'lsa, men tayyorman, любой narsaga. Komandam uchun, ilonning ichimi, Yaqinlaring uchunmi, pul uchunmi? kelasi ham. Yaqinlarim pul topish uchun. O'sha pul topish uchun Dudosh bilan 1 soat vaqt o'tkazish kerak bo'lsa. Yo'q. Jamchalik yaqin emasmi? Kamil Qahirov. Yaxshi ham vizalar bor-da, bizdan chaqirib turadilar. Ketdi bitta anekdot, Bobur. Mendanmi, opet? Ko'chada yurotdim, bitta negr televizor bilan ketyapti. Voy, meni ichini olib ketdi deb o'ylasam, meni chit pastda yuvotdi. Oxirini chiqardi endi. Azgina bo'ldi lekin, azgina qoldi, jigarim. Ber menga Pure Milk anaqasidan, yogurtidan ber. Wow, Pure Milk yogurtlar вообще zo'r ekan, hech ko'rdinglarmi? Mana shu videoni men Twitch'da streamda ko'rayotgan bo'laman. O'zimga salom. Hozir biz Miss Dolina shousiga ketyapmiz. Hozir yurib beramiz, ketdi. Hali qizingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Og'ir mehnatdan qavargan qo'llaringizga ishon. Bilishga kelyapmiz o'sha narsani, nimaligini bilishni bilmaymiz, lekin bila olamiz. Qani Skype, mana Skype. Bizda konvert qidirishimiz kerak yoki topishimiz kerak, nimani qilishimiz kerak? Nima qilish kerak? Xime Dvino albatta quest. Men birinchi marta kelyapman bizga. Voy, mujazzam. Maskasi yeching davay.
baland tepalik qarshingizda turar, eng cho'qqisida sizni bir sir kutar. Avval Pure Milky ichib kuchga to'lib oling, jasorat bilan yuqoriga chiqib boring, kerakli buyumni topib pastga olib tushing, youtuberlar va vaynerlarni ortda qoldiring. Tepaga chiqasan, kerakli buyumni topasan, pastga olib tushasan. Qaysi tepaga nechta tepa bor bu yerda? Qaysi tepada? Eng tepasi. Nima bor, nima xatta borligini bilmayman. Nima olishim kerak? Konvert olishim kerak. Любой narsa, konvert, ko'zingga Mashitda deb o'ylayapman. Ketdim, bu yoqqa qarab chiqsa bo'ladi. Anta konvert turibdi, menimcha o'sha. Qancha konvert? Mana. Chiq, ozodi boshdan. Mana-ku yopiq ekan. Kim aytdi? Ha? Kim aytdi? Komil aka? Biladi. Bala, rебят, prank. Ishondinglarmi? Bizda mana birinchi lokatsiyaga yetib keldi. Tezroq bajarishimiz kerak. Yoki finalga kim birinchi kelsa o'sha yutgan bo'lar ekan. Bu yerda sizni tezlik sinovi kutadi. Har bir soniya g'alabaga yaqinlashtiradi. Komil Qahhor bir aylanani 50 soniyada o'tgan. Undan tezroq yursangiz g'alaba yo'l ochilgan. 49 sekundda kelishingiz kerak. Давай. Jeko, aka smelo, aka. Давай. Давайте. Qaysi mashina, aka? Aka tezini qilib bering. Sizdan Jeko xato qilmang, yutinglar. Yutamiz. Endi bilib bo'lmaydi-da. Ekstremni men olaman deb aytdim, поэтому hozircha shartni men bajaraman. Hatto cho'milim kelmayapti umuman. What the heck? Shunchalik ham ko'rinadi, joymi? Uyat degan narsa bormi? Oson. Pure Milky ichdingmi? Yana ich vaqti yaqin. Yana. Kuch. Safar. Kuch, давай. Xaroz. Bo'ldi, давай, chiq. To'xtanglar, hozir men anaqa chiqishim kerakmi? Ha. Bemalol, easy qila olasan. Easy. Easy keta olasan. Давай. Ozod. Давай, ozod, давай. Qara, nafas olasan, chiqarasan. Давай. Yaxshi. Zo'r ketyapsan. Hali qizingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Давай. Umniца, молодец. Yaxshi. Sekin, shoshma. Qo'lingni kuchli qilib olgin. Chapdagi ko'kka qo'ygin, chap oyog'ingni. Ha, yaxshi. Zo'r. Sakrab oshib ketsa zo'r bo'lardi. Oshib chetga bo'lardi. Konvert chiqadi. Ay, yo'q. Voy, bilayoq. Ozod emas. Ozod haqida gapirmadim. Ozod emas, men konvert haqida gapirdim. Qo'lim og'rib ketdi. Men boshqa chiqa olmayman. Yo'qshi. Ferrari usumli avtomobil tayyor. 7-raqamli. Men o'zim ishim har doim o'sha shashka qilib yuraman. Doniyor Leclerni eshitganmisizlar? Doniyor Lecler. Taassurotli cho'tki jigar, har doim haydab yurgan ishim sho'pirman-ku. Bu gaz, bu to'g'rimi, ha? O'ng gaz, chap to'g'ri. Давай, Jeko! Zo'r, yaxshi. Xo'sh, nima bo'lyapti bolalar? Akam! Unumli. Akam! Men ham hattoki hozir birinchi bo'lib vaynerlarning oldiga yetib keldim. Vaziyatni o'zim ko'rish uchun sekundga kim qarayapti? Yo'da sekund chiqadimi? Chiqadi, bitta ko'rik, ikkinchi ko'rikda chiqadi. Tezroq, Jeko, tezroq! Jeko! Bilmadim, Jeko mendan ko'proq mashina haydaydi, mendan tezroq o'tish kerak. Hozir mana ko'ramiz. Jeko! Ladies and gentlemen! 48. Yutdi aka! Bo'lchi, tezroq ketdim. Ketdi. Ha, ketdim. Hurmatli vaynerlar, ikkinchi konvertni mana shu ochsanglar bo'ladi. Jeko, o'zingiz tez o'qib beraman. Mana shu o'qinglar. Xo'p.
Suv tubida sirli maktub pinhon yotar. Jasur yurak egasi uni izlab topar. Let's go. Kamol Qo'qorovga obuna bo'linglar, jonlar. Ekstremda o'zim olib kelaman dedi-ku. Nima bu? Tushib turibmanmi? Doimda qilamiz. Men ip bilan shuni uraveramiz. Davay. Chiqmaymiz. Davay. Bekorga shuncha qiynalib chiqdimi? Men bundoq qilib, ayol kishini omadi bilan o'ynashmi? Ayol kishini aqli bilan o'ynashmaylar. Ozoda, молодец. Tak, hammasi aynan o'sha yerdan boshlangan. Sizlarni barchangiz bir kun u yerda bo'lgan. Obunachilarga esa o'sha video juda yoqqan. Pulimni ishlat deb Komol hammamizni boqqan. Pulimni ishlat. Korzinkami? Aniq Sergelidagi? Sergelidagi korzinka? Pulimni ishlat deb hammamizni boqqan. U bitta korzinkada olinmaganda lekin. Qayerda olingan? Ikkita 3ta son ushlatda olingan. Men aytolmayman. Komol, Sizlarning barchangiz bir kun u yerda bo'lgan. Hammamiz o'shda bo'lgan ekanmiz. ha? Pulimni ishlatdik-a? Pulimni ishlatdi, hammamiz chiqamiz. Shu qayerda olingan? Sergelida. Bitta Sergelida. Aka, rahmat. Men boyay to'lizlarga. Va telefonim kimda? Mana belim. Sizlar so'nggi marta YouTube syomkasiga bir yerda jam bo'ldingiz, qiynaldingiz, urushni tortib ham oldingiz. Klaviatura ham bor, u maskanning nomi, u yerda sizni kutar shartli navbatga davomi. Klaviatura ham bor, u maskanning nomi. Klaviaturada ham bor. Ha, qanadir kompyuterxonami bu yerdan, ya? Escape emasmi? Escape, enter. Entermi? Enter. Anaqa questxona. Da. Arxon parkdagi. Arxon park. Go sразу tуда. Bu joyni biladi orangizdan bir inson. Axir u o'sha yerda berkingan juda oson. Berkinmachoqlar orasida eng ko'p prosmotr olgan joy. Yo'l oling, tezroq yutsangiz bo'lasiz boy. Anaqa park. Lokomotiv park. Men bekinganman-da. O'satda chunki. O'sa. Tak, tezroq borishimiz kerak, chunki bandda juda ham ko'p qolib ketdik biz. Kecha telefonim tushib ketdi divanning orqasiga. Telefonim o'tgan paytim belim bitta ushatdi. O'shandan beri belim vobshe qo'ya olmayapti, og'riyapti. Voy belim. Jigar, ming dardga davo. Yurmayim. Birinchi shotda bo'lgan, aka. Men qo'y go'shtlarini olib chiqib ketdim. O'g'li. Sen yugur, seni sharting. Qarab o'qib. Birinchi piramidka yeyish kerak menimcha. Qani bismillah. Siz men yeb turaman, siz o'qib turing. Bu yerda sizni 5 savol kutar. Bu savollar sizni aqlingizni sinar. 1 daqiqa ichida kimdan kamida 3 tasini toping, barcha heyterlarning og'zini yoping. Men olaymi shartni? To'g'ri o'tdi bu shartni. biz hozir Anhorga keldik. Shu yerda hozir qidiramiz. Dudosh yaxshiroq biladi bu yog'i. Men Komolni YouTube kanalida bekinganman mana shu joyimda. Mana shu joyda bekinganman. O'sha bekingan joyimni topishim kerak borib hozir. Ketdi. Tak, qayerda edi endi u joy? Tezroq yur. Nima hanunli iminliydi? Ya. Qani qolgan qizlar? Who is it? Kim bu? Ozod o'zining vazifasini qilib qo'ydi-da, bemalol yuribdi endi. Komol Qo'qorov o'zimi? Rahmat kelganingiz uchun qizlar. Qalaysizlar? Zo'r. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Mazza qildik. Yogurt ichib aylanib yuribmiz. Bu ikkinchi shart, ochinglar. To'g'ri keldinglar, Dudosh esingizdami? Aynan shu yerda siz bekinganingiz. Da, mana shu men bekinganman. Oppa, ikkita. Bu yerda sizni 5 savol kutar. Bu savollarni sizni aqlingizni sinar. 1 daqiqa ichida kamida 3 tasini toping, barcha heyterlarni og'zini yoping. Ha. Xo'sh, tushundingizmi? Savollarni o'qib olishga vaqt beraman ozgina. O'qib oling, yaxshilab. 1,
2, 3 ketdi. Kun va tun nima bilan tugaydi? N harfi bilan tugaydi. U sizniki, lekin qolganlar ko'proq foydalanadi. Ism. To'ppa-to'g'ri. Birinchi kosmosga uchgan odam Gagarin. To'g'ri. Bo'ldi. Berur. Bo'ldi, aytinglar. To'p boringlar. Ana yeb qo'yasan o'zingiz. Hop, savollar ortda qoldi. Siz sinovdan o'tdingiz. Aql va topqirlik bilan g'alaba etdingiz. Endi Anhor Park tomon yo'l oling. Manzil sir emas. Amerikanskiy gorkada sizni kutar navbatdagi start. Shit! Begima. 1 minutga taymer qo'yaman. Agar hozir mana shu 5 ta savoldan 3 tasiga to'g'ri javob bera olmasanglar, o'yinni mashq o'zi tark etasizlar. Agar yutsanglar, keyingi lokatsiyaga borishingiz mumkin. Bo'pti, Hop, davaychi. 1 minut. Ketdimi? 1, 2, 3 vaqt ketdi. Ketdi. Nimani suvda ko'rish mumkin, lekin teginish mumkin emas. Oy shulasini, ya'ni oy soyasini. To'g'ri. Qishda ham yashil rangda qoladigan daraxt archa. To'g'ri. O'tish haqidagi fan nima deyiladi? Tarix. To'g'ri. Qaysi qo'l bilan choyni aralashtirsa osonroq qochiq bilan? To'g'ri. Yopiq ko'z bilan nima ko'rish mumkin? Yo, bo'ldi, yutib oldinglar, ketaversanglar bo'ladi. 24 sekundda 4 ta savolga to'g'ri javob berish. Endi buni oching. Savollar ortda qoldi. Siz sinovdan o'tdingiz. Aql va topqirlik bilan g'alabaga yetdingiz. Endi bog' tomon yo'l oling. Manzil sir emas. Qayerdaligini Komoldan so'rang, u beradi aniqlashtirib bering. Telegramdan lokatsiya tashing. Okey, davaychi. Sizlar ketaveringlar. Ketdim. Lokatsiya qayerga borar ekanmiz? Xo'sh, 3 kilometr. Uzoq emasmi? Yaqin. Ko'z tegmasin-a, yaqin joylar. Bitta biz shunaqa tezlashyapmizmi yoki hamma komanda shunaqa bo'lyapti? Hammada shunaqa. Zarina oxirgi sanga qoldi. Zarina qarar ekan. Bu yerda sizni 5 savol kutadi. Har bir aql va ziyraklik sinaydi. Avval Pure Milk ichib, kuchga to'lib oling. 1 daqiqa ichida kamida 3 tasini toping. Babrello urib og'zini yoping. Yopmang buni. Sorry. Короче, men bugun ovqatlanmayman. Mana shundan bilan pitatsiya qilib yuraveraman-da. Qaranglar, men logikam zo'r emas. Shuni oldin aytib qo'ying. Komandamiz bilan kelishgan holda Aqroq Alixonovni tanladik. Tanlangan. O'zi ko'tini ayiradi. Nimani naborot o'girsangiz, u kattalashadi. Bilgan. Ikkinchisi, xo'roz tomda tuxum qo'ysa, u qaysi tarafga qarab ketadi? Xo'roz tomda tuxum qo'ymaydi. Siraga javob berishim. Ha, mumkin emasmi? Yo'q, buni endi ko'tmanagar aytmoqchi edim o'zim. Xo'roz tomda tuxum qo'ymaydi. Xo'roz tuxum qo'ymaydi. Ha, вообще в целом xo'roz tuxum qo'ymaydi. Qaysi so'z doim noto'g'ri yoziladi? Noto'g'ri so'z. Noto'g'ri so'z o'zi noto'g'ri yoziladi. Nimani tegmasdan ochish mumkin? Lili Xurramovni. Проёбываем. Nimani tegmasdan ochish mumkin? Tak. Bilmayman. Turkiya poytaxti. Yo'q, Istanbul emas. Ankara. To'g'rimi? To'g'ri. Nimani naborot o'girsangiz u kattalashadi. Mana shu savolga javob topolmadik. Nimani tegmasdan ochish mumkin? Shu ikkita savolga kommentariyada javobini yozib qoldiringlar. Lichda menga qiziq. Qaranglar, savollar ortda qoldi. Siz sinovdan o'tdingiz, aql va topqirlik bilan g'alabaga yetdingiz. Endi sauna tomon yo'l oling. Manzil sir emas. Qayerdaligini Komoldan so'rang, u biladi. Aniq adres yoziladi. Ketdik. Qani. Oson narsaga umuman umid qilma Zarina. Ozonlarniki qiyin bo'ldi. Saniki oson, saniki ham qiyin bo'ldi. Meniki oson bo'lsa kerak deb o'ylayapman-da. Eng qiyini sizniki bo'ladi. Mana bitta questdan o'tdik, savolga javob berdik. Hozir Komol aka keyingi lokatsiyani tashladi. Demak, men bilan Boburello bajargan bo'lsa, faqatgina hozir Abu qoldi. Abu bajarsa oxirgi anaqani shartda shu bilan всё. Biz finalga chiqdik, keyin oxirgi lokatsiyaga borishimiz kerak. Xullas o'rtoqlar, mana 3-shartni bajarishga biz Anhor lokatsiyasiga qaytib keldik. Hozir mana navbatim shart bajarish. Любой shart, любой jamiki qo'ldan keladigan любой shartni bajaramiz. Men shart bajarsam past tashab qo'yasizlarmi? Va'da, kelishdik. Let's go. Mana sizlarga mana oldindan hali o'yin tugamadi-yu. Agar mana shu o'yinda men yutqizsam, Instagram akkauntimni udaytib qo'yaman. Agar men buni shuncha auramni qo'yib aytaman, yutqizsam Instagram akkauntimni udaytib qo'yaman. Agar yutsam tan berasizlar menga. Meni hech kim yuta olmaydi. Wow! Pure Milk! Pure Milk! Pure Milk!
Qani? Kuchga to'ldingmi? Bu yerda sizni qo'rqinchli sinov kutadi. Yuragingizdagi jasoratni u sinaydi. Avval Poremilikni ichib, kuchga to'lib oling, ichdim. Amerikanskiy gorkada emotsiya ko'rsatmasdan uching. Amerikanskiy gorka ishlamayotganiga, demak, mana buni skydrop uchamiz, to'g'rimi? Bizga bu. Emotsiya berib turamiz buni. Mana. Ichidagi realniy kokosmi? Ha? Mani lol qoldirdinglar. Pirilik men jinni bo'lib qoldim. Azam, davay! Ha, bo'ldi işte bu. Hozir aka bu tezlashib ketadi deb bilasiz. O'tirishga qarang. Soldatga o'xshab o'tirdi qarang. Меня зовут Qanat. Qanat. Трое детей, ее пошмат. Kut qisib o'tirdi. Yaxshi, Zo'r. Sen kuchliroq yo'qmi? Emotsiya qilib berish kerak bo'lsa qilib beraman, lekin o'ynab beraman, nega kirishdi? Voy deb. Lekin bunaqalar sizlar bilan cho'chita olmaysan. Amerikanskiy gorkaga chiqqanda xuddi shunaqa emotsiya qilarding, to'g'rimi? Biz lokatsiya bo'yicha keldik. Endi hozir odam qidirishimiz kerak. Yo'qmi odam? Anta o'rda kimdir bor. Qora kiyimda. Kimdir turibdi? Ana boyga maskali odam. Ketdi. Yana? Yana o'sha odammi? Ketdi. Let's go. Yana o'sha odammi? Tezroq bor. Let's go. Dudosh o'qib bering. Ko'rib turibsiz, bir sirli quti. Uni ochsangiz ayon bo'lar shartning buti. Ilonni olib ikkinchi qutiga tomon boring. Manzilga yetib, qutini ochib sinovni davom ettiring. Ilonni qo'rqaman. Rostdan, ilonmi? Men qo'rqaman ilondan. Men qo'rqaman. Davay. Yo'q. Zarina, menda fobiya. Sen normalda sen bu travmani anaqa yetishing kerak. Yaxshi, bitta ochib ko'rgan, bitta ochib ko'r, хотя бы ochib ko'r. Tepasini ochib ko'rgan. Ochib ko'ring. Ochib ko'r, normal, все нормально. Zarina, нормально. Qo'rqaman. Yo'q. Ilonni olib quti bilan borsa bo'lmaydimi? Ilon bilan borsa kerak. Qo'rqaman. Juda ham qo'rqaman. Смотри, он этот миленький, вот. Миленький. Qara, shirin. Zarina. Мама, ушивама. Видишь, мама, ушивама. Все нормально, все хорошо. Нормально, Зарина. Зарина, нормально. Qara. Jim o'tiradi. Men ushlab turibman. Видишь? Hozir babos beringlar. O'sha qayerdan qo'yilib qo'yasiz-da. Просто bunday qaramasdan yugurib qachon borib bering. Qatgacha borish kerak. Ama boyagi mashina oldigacha ekan. Ey xudoyim. Nafas ol. Hamma usha olasiz-da. Mana usha olasiz-da. Yo'q, o'shamay qo'yaveray. O'shamsan, burab qo'yaman brasletni. Bo'ldi, endi tezroq yugurib borishingiz kerak. Ey xudoyim. To'xta. Jinnimisiz? O'z zo'rg'adir. Bo'yinga deb yozilmagan-ku. Bo'yinga degan joyi yo'q. Bo'yinga degan joyi yo'q deb yo'qda. O'zi bechara zo'rg'a turibdi. Bo'yningga umuman absolyutno ana qila olmaysanmi? Na 100% qila olmaysanmi? Держи. Qarama. Absolyutno qila olmaysanmi bo'yinga? Ko'raman. Ради команды я сделаю. Нет, оно. Дудош, я тебя обожаю, спасибо. To'xta, o'zingizdan bunda uzoqroq o'shaysiz-da, bunda qilib kallasini. Boshimni shoshga qanaqadir yordam beringlar. Qara, ko'zing yum. Qara. Прикинь шарф. Хорошо? Хорошо. Прикинь шарф. Это шарф. To'xta, mana turibsha. Endi sekin. Aha. Endi bor. Sekin bor. Все bo'ldi. Sekin. Yaxshi. Hammasi joyida, hammasi nazorat. Parniki qimalaring. O'ng tomondan Parniki qimalaring. Aha. Parniki qimalaring nomini.
Maniki qoladi. Da, ozgincha qoldi. Bor. Ozgina qoldi, yaxshi. Все хорошо. Ты sen eng yaxshisan, sen eng zo'risan, sen legendasan. Sizga qaramayapti-lar вообще. Zarina mana shunaqa o'zini travmasini yengani uchun kommentariyda Zarina legenda deb yozib qoldiringlar. Bo'lsam rozi emasman. Все, bo'ldi, keldik. Botgacha?mi? Yetib keldik. Chida. Oh my godable. Bu men tushib ketmang. Oxirgi meni zadaniyam qoldi, mana shu tur. Davay. Saunada sizni muzdek sinov kutadi. Faqat sabrli yurak bu shartdan o'tadi. 20 soniya muz ichida bardosh bering, shunda final manzilga dadil. Yaxshi ham lekin sen tushding, brat, men chidolmasdim, to'g'risini aytaman. Ha, yechin. Ha, yechin. Best trusov. Men ekstrem deb yurdim. Mana ekstrem. Abuga tushib qoldi. Tursigini ham yech. Lekin Yeboy, brat. Vuy, blядь, tomoni qara. voy bilan. Abu. Uxladinglar. Muzlab qoldi qo'lim. Uxlading. Voy, onetagon. Bilan menga qaranglar, menga. Mana. Mana shuni ichiga tushamanmi? Garim sog'liqqa ziyoni yo'q bu. Nabarot, полезный. Полезный bu. Yaxshi ham Komol Qahhorov bor ekan bizda. Davay, Abu. Wow, forma. Voy, oh my godable. Wow, formangga lekin 5. Это что за Тимати Шаламе? Wow, formangni bitta tushing. Voy, Abusher. Bitta mikrofon berib qo'yamizmi? Wow, blin. Sizlarga eksklyuzivda bu Abuni qaranglar. Wow. Bo'ldi, qizib oldingiz. Yur, qizarib ketding, yur. Давай, ket. Давай, газ. Abu, давай. Закаляйся, брат. Давай, ты сможешь. Давай, ketdi. Keldi, Komol akaning syomkasida Abu ekstremal challenge qilyapti. Qani, давай. Let's go. Luka, qara. Timer. Ketdi, давай. Voy salim, давай. Chida. Ты сможешь, давай. Ronaldo. Ko'zi qizarib ketyapti, bilad. Cristiano Ronaldo, bro. Давай. Всё, смело. I had a dream I could buy my way to heaven. Necha sekund? 30. Legenda. Chiqma. Yur. Bo'ldi, brat, bo'ldi. Vuy, brat. Ketdi, bassenga сразу резко, mashqdan. Bo'ldimi, qurindingmi, ketamizmi? Tabriklaymiz. Final sari dadil yetdingiz. Barcha sinovlardan o'tib kuchingizni namoyon etdingiz. Endi 10 million so'm sizni kutar shu on. Toshkent City Mallda bolalar sevgan maskanga yo'l ol. Sky Park. Ketdik. Let's go. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar juda ham zo'r. Men hozir mana qo'rqinchli narsa bo'ladi desam, u oddiy narsa ekan. Kunda men yo'lda ham shunaqa yuraman, yo'qsa? Yo'lda ham tez anaqa qilib qoladi, emotsiyalar bo'lib qoladi. Молодец. Ты тоже молодец. Sanam молодец. Mashallah. Ketdingmi, do'stlar? Mana shunaqa mashinani ham haydayman. Takoy anhordan yutib qo'yaman. Hurmatli vangerlar. Sizlarga bir yaxshi va bitta yomon xabarim bor. Yomonidan boshlaymi? Nima qizda chiqib ketdimi? Sizlar keldinglar, yutdinglar emas. Bu yerda ham shart bor. Xo'p. Yaxshi yengilish shundan iboratki, sizlar birinchi bo'lib keldinglar. Xo'p, shartini tezroq. Sharti mana shu katta bolalar o'yingohida 10 million so'm yashirilgan, sizlar topshiringiz kerak. Topshiringlar yutasizlar, topshiringlar. To'xtang. Nimada yashirilgan? Qanaqa? Keys, o'zi boyaga keysda yashirilgan. Omad. Hammamiz bitta yig'ilib olib qilishimiz kerak edi-da. Haqqa bekitgan, qat'a logika ham bermaganda. Shunisi yomon bo'ldi. Bolalar qat'ekina. Men bo'lganimda shoy bekitgan bo'lardim-da. Oyog'ingiz tegmayapti ustimaga. Sharmanda odamlar hammasi qaror. Voleykun korobkacha ko'rmadinglarmi? Keys ichida pul bor, yashirib qo'yishgan. Korobkachani ko'rsangiz, desangiz kelaman, xo'p? Hozirchalik birinchi bo'lib o'zingizlar ko'rasizlar. Vangerlar jamoasi bizani oxirgi finalni manzilga yetib keldi va shu katta joyda 10 million yashirilgan ko'ramiz, ular topa oladimi yo'qmi? Hop, ular qayoqqa qochib ketdi? Odam ko'p bilan topish o'zi qiyin. Ketdi. Okey. Tep bizi orqamda. Qatta bo'lishi mumkin.
Bolalar qayerda? Topolmayapsizmi? Bolalar qayerda? Tepada yuribdi. Yo'q, qayerda topolmayapti. Jeko 10 million kerak emasmi aka? Nima qilay? Qidirish kerak. Shu joyning o'zida albatta videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasa agar hali ham like bosmagan bo'lsanglar, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Ya Alloh, nimalarga majbur qoldi? Yedingizmi o'zi Filimilki sirogidan? Ha, tugatib bo'ldimi o'zi? Tugatib bo'ldingizmi? Nima ajoyib ekan. Menga yoqim ishtahimda. Qidiring, ne to'xtayapti? Men yeymanmi? Bolalarga omad deymizda. Nima yozim? Komol, ha tepada emasmi? Chiqadiganda? Bilmadim. Men bilmayman, qayerda bekitganimni. Yo, bu yerdan tushib ketadi lekin. Chiqish joyi qayerda ekan, ha? Nima bo'lyapti, jigarim topolmayapsizlarmi? Men belim singan holatda itdek qidiryapman. Omadinglarni bersin. Hozir eng qiziq o'sha ikkinchi komanda ham pastga yetib kelyapti. Yo'q, Ular shohuzlardan keyin kelib, shohuzlardan oldin topib qo'yishi mumkin. Ko'ramiz qaysi komanda, qizlarmi yoki youtuberlarmi kim ikkinchi bo'lib lokatsiyaga keladi deb o'ylaysizlar. Ko'rsanglar bilib olasizlar. Let's go. O'rtoqlar mana sizlar meni o'rnimda bo'lganinglar qatdan qidirgan bo'lardinglar, qatdan. Yon orqalardamikan? Yo Allohim. Yomon zakatga qotdi bu bola. Bunaqa qiyin bekitmaganda javob. Ahrorlar ham kelishdi. Qani nastroy? Qizdayman. Afsus, finalning lokatsiyaga Vaynerlar sizlardan oldin kelib bo'ldi Vaynerlar. Lekin ular hali yutmadi. Yutmadi? Hozir nimadir hal qiladi. Hozir mana shu Sky Parkda boyagi 10 million keysga solib bekitib qo'yilgan. Topsanglar yutasizlar bo'ldi. Let's go. Topish kerak. Abuzir yugurgisi ham kelmayapti bo'ldi. Muzli basseynga tushdim, men charchadim. Qalay 20 sekund chida oldingizmi? 1 minut. 1 minut chidadingizmi? 1 minutmi qancha? Ha, 1 minut nayam. Yema! Qattan ol endi, billa. Hamma kelib o'tdi o'sha jigar, qidirish kerak. Azam keling bitta men jamlaylik jigar. Tepa etajni ko'rdim. Ha, men ham ko'rdim. Sharinglarda bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Chunki bolachalar o'ynaydi, qoqilib ketishi mumkin boshqa. Sharinglar men. Bo'l, qidirib jigar yana bitta. Korobka ko'rmadinglarmi, keys? Shunda mashqqa tushganda keys qidirish bor, iltimos. Titkila. Keys ko'rsang menga berib. Chimadancha bor. Rangi ham bunaqa metallический-da, znash qanaqadir devorda metallik joyda turibdi-da, чтобы odamlar ko'rib o'tib ketmasligi uchun. Shohruz, yo'qmi? Chiqatda Jigar yo'q. antami deb o'ylayapman-da. Men bitta o'tganlar bor-ku. Qaysi? Zipline-dan. O, yo'q bet. Men dars ko'raman Azam. Aka, assalomu alaykum. Yo'q, o'tsa bo'ladi. Siroshniydi faqat bizaniki, aka. Narsa bekitib qo'yishgan yo'q. Bolalar narsa bekitishmadimi? O'tmadi lekin sizlarni Umuman o'tadi bugun. To'shni. Bo'ldi. Atay o'zimiznikilar yashirmagan bo'lsa, sizlarniki o'tmadi lekin. Не шарю вообще. Вообще не шарю. Вообще aqlimga sig'mayapti. Qayerga yashirish mumkin? Charchadim bor, real. Kuchim qolmadi yugurishga ham. O'yin men o'ylagandan ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun men ishtirokchilarga yordam. Qizlar jamoasi bugungi challenjda qiynalmadinglarmi? Yo'q. Videoda ishtirok etgani uchun kattakon rahmat. Lekin sizlar yutqizdinglar. 3-bo'lib kelganimizga ham? Ha. Mashalloh. Hazillashmayman. Sizlarda ham hali shans bor. Hozir Vaynerlar ham, youtuberlar ham qidiryapti. Ular sizlardan oldin keluvdi, lekin ular ham hali ham qidiryapti. 10 million so'm priz mana shu Sky Park o'yingohida bekitilgan. Ha, 10 million pul. 10 million pul keysda bekitilgan. Balkim sizlar oxirgi bo'lib kelib, birinchi bo'lib topib qo'yishingiz mumkin. Bo'ldi, topish kerak pullar, просто bekitilgan bo'ldi. Topsanglar bo'ldi. Endi hozir Vaynerlar ham, youtuberlar ham, qizlar ham hammani shansi bir xil. Shunchaki ular mana shu parkda bekitilgan 10 million so'm pulini topsa bo'ldi. Ko'ramiz endi kim topar ekan. Ishondiringlar, juda qiyin joyga bekitganman. Omad. Okay, har xil tomonga ketaylik, har xil tomonga. Yo'qga boraman. Lekin 100% yosh bolalar ko'p o'ynaydigan joyga qo'ymaydi-da. Chunki o'tda anaqa bo'ladi. Bolalar o'ynab to'xtatish mumkin. Botga pul bekitib ketishmadimi? Ko'rmadinglarmi pulni? Ko'rsanglar menga aytinglar, 100 ming beraman. Bu metallический narsa-yu. Esingda bo'lsa qara, men metallический narsa. Qayerdadir orqalarda bekitilmagan. Prям mana metallik nimadir yonida turibdi, просто o'tib qaytib yurimiz yonidan. Korobka ko'rmadinglarmi? Keys. Mana ishda bo'ladi 100%.
Abuser! Ahror! Men tepadan zipline o'ta olmay hozir, u yoqdan borib ko'ray. Past yaxshilab qidiringlar sizlar. Ne o'chirib turibsizmi? Ne o'chirib turibsiz? Zipline uchishga? Narigi tomondan deb o'ylaysizmi? Okey. Chiqmagan jonlar umidda. Chiqatda-yu. O'yin men o'ylagandan ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun men ishtirokchilarga yordam berishga qaror qildim. Xo'p, bu yoqda hozir hammada shans ravniy. Sizlar уже yarim soatdan oshiq hammanglar qidiryapsizlar, lekin topa olmayapsizlar. O'shaning uchun men sizlarga ikkita podskaska beraman. Bo'ldi, qidiringlar degandan keyin qidirasizlar. Yugurib ketib qolish yo'q. Birinchi podskaska, u birinchi etajda emas. Уже bo'ldi, birinchi etajni butunlay unutinglar. U birinchi etajdan tepada. Ikkinchi podskaska sizlar nimadirroq ochmagungacha uni ko'rmaysizlar. Bo'ldi, shu podskaska qidiringlar. Давайте, go. Omad. Nima? Jekoblayvering, men bilan chalg'itaman. Yuguring. Tabiqatdan chiqardi. Tabiqatdan chiqadi. Tezroq, Jeko! Chala. Jeko! Tezlashing, aka. Xo'p. Men ochilsa kerak, Jeko. Tezroq. Xo'sh, operatorlar soni hozir qolgani yo'q va men majburman hozir telefonimga syomka qilishga ketyapsan va hozir men o'ylashim bo'yicha topishadi. Menimcha ustki kru Jeko'lar topsa kerak, chunki ular bilib qoldi qayerdaligini. Ochib. Nimani ochish mumkin? Birinchi etaj emas. Bratani, qochinglar, tarqal. Nimadir ochish kerak. Ha, ochiladigan nima bor bu yerda tagida? Liba Kamol chalg'ityapti bizani ochiladigan narsa deb. Nimadir ochmaguningcha. Tak, okey. Bilan, qayerda ekan endi u? Ochish kerak, nimani ochsa bo'ladi? Eng qizig'i, men sizlarga bitta narsani aytaman. 10 million prints mana orqamdagi zinani teyida bekit qilingan. Zinani teyida, lekin bolalar bilmaydi. Bu yerda qaradim, bu yerda yo'q edi shoh. Yur, bu taraf. Aniqmi? Aniq, yur bu taraf qarab ko'r. Jeko ochyapti. Omon. Bu ochilmaydi. Mashitda. Lekin Jeko ochdi, oxirigacha ochmadi, o'sha yerda edi. Qanaqasiga? Ochish kerak. Nimadir ochish kerak. Nima ochsa bo'ladi bu yerda, brat. Buni tepaga chiqadigan joy qayerda bor yana? Bu yoqda chiqib bo'ldim. Yana boshqa joyda bormi? Azimchik birinchi videoda sitlarsiz pakashdan. Ha? Birinchi video sitmaydigan video deyman. Eslab qoling. Men charchadim real. Yurgim kelmayapti вообще. Nafaqat abuser, qolgan ishtirokchilar ham charchadi. 1 soatdan ko'p qidirishgan bo'lsa ham keysni hech kim topa olmadi va ularga imkon berish vaqti keldi. Sizlarda hozir ikkita imkoniyat bor. 3 ta jamoada ham o'yin tanlashingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, xohlasanglar qidirishda davom etaverasizlar. Rostdan ham men bekitganman. Topishingiz mumkin. Lekin haligacha topa olmadinglar. Ikkinchi variant, har bitta jamoadan kapitan komanda chiqadi va oddiygina hammamiz bolalikdan o'ynab yurgan donnozikni o'ynaydi. Yutib ketadi. Xohlasanglar shu o'zingiz tanlaylar. Xohlasanglar donnozikni o'ynab g'olib aniqlaylar, xohlasanglar qidirib topinglar. Men azimga bitta qo'ng'iroq qilay. Hozir azim kelmagan, xohlasanglar o'zaro komandalar maslahatlasanglar bo'ladi. Ishtirokchilar uzoq o'ylab ko'rib, oxiri bizni taklifimizni qabul qilishdi. Hammanglarga ishtirok uchun kattakon rahmat. Hozir hammada shans bir xil. Agarda sizlar topishinglarga men ishonganimda edi, dars qidirgan bo'lardinglar. Lekin har bitta komandadan bittadan inson hattoki oranglarda ochib ko'rib ko'rmaganlar ham bo'ldi. Qizig'i va pul qati yashirilgani. 5 kara 5. Da, qatta. Yo, mana real pul qatga bekitilgan qizumi? Pul qatga bekitilgan qizumi? Real. Pul mendan hozir uzog'i borsa 5 metr uzoqlikda turibdi. Убейте! Jeko! Нет! Yutqizsangiz siz aybdor bo'lasiz. Ochdingiz-ku buni? Ochmadim. Nega ochmaysiz? Bunda ochdingiz-ku, ochdingiz, qaradingiz. Men sizlarga aytdim, ochmaguninglarcha ko'ra olmaysizlardan tortish oringlar buni. O'shancha aytdim, baribir topa olmasdinglar.
YouTuberlar jamoasi, qizlar jamoasi, Vaynerlar jamoasi hozir hammalarda shansinglar bir xil. Mana shu 10 million so'm oranglardan kimdirki bo'ladi. Sizlardan, YouTuberlardan kim Donnozga o'ynaydi? Axrorchi krasavchik. Kela o'rtaga kelur. Qizlardan kim o'ynaydi Donnozga? Dudosh! Bolalardan kim? Everybody. Bitta muhim narsani aytaman. Eng qimmat o'ynagan Donnozniki nech pul bo'lgan? 5 Menda ham shu. 10 million. Bitta Donnoznikida yutib 10 million so'm yutib olish mumkin. O'rtoqlar, hozir o'z videoga like bosib qo'yinglar. Hali ham bosmagan bo'lsanglar, birgacha 100% birgacha Donnozga o'ynaysizlar. Tayyormisizlar? Davay, men sanayman, Donnozga deyman. Donnozki. Everybody. Babrello, damoy. 3gacha o'ynaysizlar. 3gachami? 3gacha. Qo'ylarni bilan 0 qilib turinglar, bitta qo'ylarni Donnozga o'ynaversanglar bo'ladi. Tayyormisizlar? 1 2 3 Donnozki. Bruno. 3gachami? Ha, azim bir qiling. Nima qilay? Xo'p, tayyormisizlar? Donnozki. Suxoy aytaman buni, Suxoy. Hal qiluvchi moment. Agar hozir azim yutadigan bo'lsa, Vaynerlar jamoasi Toshkent bo'ylab quest videomizda 10 million so'm yutgan bo'ladi. Yana o'sha bolalar, Yana biz. Hech kim yutolmaydi bizani, hech kim. Xo'p, Xudo haqqida dosh yutmaydi bugun. Xudo haqqi. Voy ular! Mana shu gapingga javob berasan, mamodi yutib ketsam, bilasan. Xudo haqqi yutmaysan. Davaychi, tayyormisizlar? 1 2 3 Donnozki. 2 Azimcha, agar yutib ketsa-chi, shunaqa minusavri bo'ladi. Davay, tayyormisizlar? Hozir yana hal qiluvchi moment. 1 2 3 Men yutuq qilsam, Instagram akkauntimni udaytib qo'yaman. 1 2 3 Donnozki. Raqobat his qilmayapman. Yuturim tartib ketdim, yuturim. Normalniy raqib bo'lma, normalniy sopernik. Yoqmayapti shu odam, yo'qotinglar. Iltimos kelmasinlar, yoqmayaptilar. Yuturim tartib ketdim o'rtoqlar. Yaratganimga shukr. Sizlar, sen yutmaysan. Babrello. Bo'ldi, men ishondim yutmasligimga. Men ishondim. Puremilik sabab bo'ldi. Men yo'lda ichdimda. Ko'p ichdim, puremilikdan ko'p ichdim. Chiroklarni yedim. Buni yemagandimi? Men ichganim uchun, yeganim uchun yutdim men. Vaynerlar jamoasiga bugungilar haqlab olgan 10 million so'm bog'liq bu sizlarga. Rivansh qabamasmisiz? Yo'q, nega qabaman? Rivansh bo'lsa rivansh olasizlarmi? Revansh bo'lsa? Ha, rivansh bo'lsa rivansh olasizlarmi? Charchadi be. Nima qilamiz? Ovqat qilamiz ham yana. Xo'p, o'rtoqlar, YouTuberlar jamoasiga, qizlar jamoasiga va bugungi videoda g'olib bo'lgan Vaynerlar jamoasiga kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlarga o'ziga kattakon rahmat. Albatta, mana shu Toshkent bo'ylab quest videomizni ikkinchi qismini xohlaysizlarmi yo'qmi? Fikrlarni kommentariyaga yoz. Hozirda tez kunda yangi videolarni ko'rishguncha charchamanglar. Let's go!